Renessans telekanali hamda New Talents xalqaro tashkiloti ko'p sonli iqtidorli yoshlar talablariga asosan hamda vodiy rasmiylari tashabbuslariga binoan Namangan shahrida Gullar festivali doirasida yangi Kelajak yulduzlari xalqaro tanlovini o'tkazadi. Siz Gullar festivali doirasida o'tkazilayotgan Kelajak yulduzlari xalqaro tanlovida ishtirok etib, vodiyning eng go'zal shahri bo'lmish Namanganning asl go'zalligi, qadimiy joylari, xushmuomala xalqi bilan yaqindan tanishib, ichki turizmni rivojlantirib, vodiy bo'ylab sayohat qilishingiz mumkin. Joriy yilning 26-28 may kunlari Namangan shahrida Gullar festivali doirasida musiqa va san'atning 16 ta yo'nalishi bo'yicha Kelajak yulduzlari xalqaro tanlovi o'tkaziladi. Kelajak yulduzlari xalqaro tanlovi New Talents xalqaro tashkiloti, Namangan viloyati hokimligi, Mening yurtim telekanali, Renessans telekanali, O'zbekiston Madaniyat vazirligi, O'zbekiston Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi, Barkamol avlod respublika bolalar maktablari bilan hamkorlikda tashkil etilmoqda. Kelajak yulduzlari xalqaro tanloviga musiqa va san'atning 16 ta yo'nalishi bo'yicha 6 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan respublikamizning barcha iqtidorli yoshlar ishtirok etishlari mumkin. Tanlovga arizalarni qabul qilish 1-maydan 22-mayga qadar davom etadi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.